So, hello guys, and we'll start today's lesson. Demek bugungi darsni boshlaymiz. Hop. Okay, so today we'll learn how to speak, in English. Bugun biz aytganimizdek, bugungi mavzuyimiz qanaqa qilib gapirish kerakligini, ingliz tilida qanaqa gapirishni o'rganamizda. Okay. So, before starting the lesson, I need to say something about you. Xo'p, o'rtoqlar, birinchi men bilishim kerak bo'lgan narsa, ingliz tilini qancha paytdan beri o'rganyapsiz? Qancha? Hop. Ingliz tilini ketdik. Qancha paytdan beri ingliz tilini o'rganyapsiz? Menga shu qiziq. Qancha paytdan beri o'rganyapsiz u qancha paytdan beri speakingda muammolaringiz bor, hal qila olmayapsiz? Yeah, I know this one and it's really interesting for me. Okay. Voy, bir oy, voy, 7 oy, 2 yil, zo'r. Bir oydan beri, Very nice, very good. Oho, 2 yil. Zo'r. Anchadan beri o'rganayotganlar bor ekan bizda. Hop, very nice, very good guys. Demak, Xo'p, o'rtoqlar, kelinglar bugun sizlarga birinchi navbatda nimaga o'zbekcha tilida speaking chiqmayotganligi, buning uchun nima qilish kerakligi sabablarini ko'rib chiqamiz. Bitta tushuncha berib yuboraman, qanaqa bo'lishligi to'g'risida, keyin sekin mavzuga o'tib ketamiz, xo'p? Because before you don't know how to speak, misol uchun qanaqa birinchi navbatda qanaqa gapirishni bilmaydigan bo'lsangiz, bu ozgina qiyin bo'lib qoladi. Ya'ni nimaga o'zi mana ingliz tilida speaking chiqazmoqchisizda, lekin sabablarini oldin bila olaylik. Nima uchun speaking chiqmayotganligini bilib olsak, bu masalani yechishimiz, hal qilishimiz ozgina osonroq bo'ladi, okay? Okay, ketdik. Men ayta olishim mumkin. Birinchi navbatda mana qancha paytdan beri o'rganyapsiz? Agarda zo'r bir oydan beri o'rganib, hammasi endi boshlang'ich elementary darajada endi zo'r o'rganmoqchim. Okay, endi zo'r o'rganmoqchilar bor, o'rganayotganlar bor, zo'r, juda ham yaxshi, qaranglar. Xo'p. Birinchi navbatda mana qarang, agarda ingliz tili zo'r bo'lganda, misol uchun men bitta 1 yildan beri o'rganayotganlar, 2 yildan beri o'rganayotgan, o'rtacha 5 oydan o'rganayotganlar borda. Agar ingliz tili zo'r bo'lganda, rostdan speakingda muammolaringiz yo'q bo'lganda, siz bu yerda o'tirmagan bo'lardingiz-da. Bu darsga kelmagan bo'lardingiz, chunki o'sha ingliz tilini o'rganib bo'lgan odamga ingliz tili dars kerak emas. Okay. So, nimaga o'zi ingliz tilini sizlarda chiqmayotganlik sabablarini, bir qancha sabablarni keltirib beraman, qarang. Birinchi navbatda, sizlarga metodikani noto'g'ri tushuntirishgan. Sizlar tilni mohiyatini bilmaysizlar. O'shaning uchun ham o'rganish qiyinchilik bo'layotgan bo'lishi mumkin. Yokida problemalarni hali ham hal qila olmayotgan bo'lishingiz mumkin. Okay. I have another question that why are you learning English? Nimaga ingliz tilini o'rganyapsiz? Nimaga Nimaga ingliz tilini o'rganyapsiz? Ketdik. Because qaranglar, qancha javob bersangiz, shuncha men sizlarga yechim berishim osonroq bo'ladi savollaringizga nisbatan. O'shaning uchun so'rayman, demak kerakli savol. Nimaga ingliz tilini o'rganayotganligini aytib beringlar, men keyin sizlarga keltirib beraman sabablarini va boshqa narsalarni. Ota-onam rozi. Yes, ota-onam roziligi muhim. Sertifikat, tarjima bo'lish uchun, chet tilda yashash uchun, chet tilga ketish uchun. IELTS olish uchun, mana bunaqa javoblarda, kelajak uchun, safar uchun zo'rman, safar uchun, kelajak uchun. Zo'r. Hop, o'qishga kirish uchun, IELTS olish uchun, sertifikat olish uchun bizda o'rganiladi-da ingliz tili. Zo'r. Qaranglar. Tilni IELTS uchun juda ham ko'pchilikda IELTS uchun, safar uchun, qanaqadir sertifikat uchun, qanaqadir qog'ozcha o'rganamiz, zo'r, juda ham yaxshi. Endi mana eshitinglar. O'zi umuman ana bitta gap bor-ku, sizni shuncha paytdan beri aldab kelishyapti degan narsa bor, xuddi shu narsa bor deb yo'q ham. Sizni shuncha paytdan beri aldab kelishyapti, to'g'risi. Ingliz tilini o'rganasiz, to'g'ri, yokida sizni kimdir aldayapti, yokida o'zingizni aldayapsiz. Hop.
Birinchi ingliz tilini o'rganayotgan odam uni tilni mohiyatini bilish kerak. Bizni nima uchun ingliz tilini umuman nimaga tilni o'rganiladi? Kommunikatsiya uchun, ya'ni muloqot uchun. Nimaga tilni o'rganamiz? Kimdir bilan gaplash uchun, ikkita odam bir-biri bilan gaplash uchun til o'rganadi. Chunki gapirishingiz kerak, bir-biringizni tushunishingiz kerak, hammasi yaxshi bo'lishi kerak. Farqi yo'q, chet tildanmisiz, O'zbekistondanmisiz, boshqa joydanmisiz, kimdir bilan muloqot qila olishingiz kerak. O'shaning uchun ingliz tilini o'shaning uchun umuman til o'rganiladi va shu jumladan aytaylik, ingliz tili ham shu qatordagi bitta narsalardan bittasi bitta tildan bittasi hisoblanadi. Endi agar tilni mohiyatini nima uchun o'rganmoqchiligingizni bilmasangiz, birinchi navbatda shuni bila olmaydigan bo'lsangiz, til o'rganish darajangiz ancha orqaga sekinlashib surilib ketaveradi. O'rtoqlar, siz aytayotgan sertifikatlaringiz, siz aytayotgan safar, ota-onangizni rozi qilish, nimadirlar, bu juda ham zo'r, rost ideal variantda. Lekin eng avvalo o'zingiz uchun o'rganishingiz kerak. Bizda bor shunaqa odamlar, misol uchun IELTS 7 deylik, 8 deylik, zo'r o'rgangan, ishi uchun, o'qish uchun nimadir kerak bo'lgan, lekin undan keyin o'zi gapirolmay yurgan odam qanchada. Ya'ni bu siz C1 oldingiz degani yoki ingliz tilida misol uchun aytaylik 7.5 oldim deylik, o'zingiz xohlagan skorni oldim deylik, bu degani siz o'sha tilda zo'rsiz gaplasha olasiz degani emas. Chunki u struktura boshqa struktura hisoblanadi. Siz o'rganadigan general English boshqa narsa hisoblanadi. That's why birinchi navbatda tilni ishlataman deb o'rganing. Mana sizga aytayapman, mana IELTS safar juda ham zo'r bu narsalar, lekin bu qaysidir o'sha etapdagi bosqichdagi yo'nalishdagi bo'lishi kerak. Chunki IELTS bilan cheklanib qolmaysiz, undan keyin qayerda sayohat chiqqingiz kelib qolishi mumkin. Qayergadir borgingiz yoki qanaqadir ishga sizga kerak bo'lishi mumkin. Ingliz tilida gaplashish, muloqot. Oddiy misol uchun Instagramga kirsangiz ham inglizcha gapiriladi ko'p narsa. Oddiy video ko'rsangiz ham inglizcha. Kimgadir qanaqadir bir yaxshiroq ma'lumot bermoqchi bo'lsangiz ham yoki qanaqadir level atmoqchi bo'lsangiz, sizga til kerak bo'ladi, u gapirishingiz kerak bo'ladi. Qayerga borsangiz, qani sertifikating deydi, qani gapirib ko'rchi deydi. Misol uchun aytaylik 7-8 sertifikatingiz borda, lekin yaxshi gapira olmasangiz, bir tiyinda sertifikatingiz ham boshqa narsadan ham to'g'ri sopol qilib aytganda, chunki u oddiy qog'oz, u tilni qaysi darajada bilish darajangizni aniq qilib beradi, ya'ni ko'rsatib beradigan qog'oz deylik, lekin u asosiy hamma narsani hal qilmaydi. Agarda misol uchun birinchi navbatda kerak, lekin IELTS uchun, safar uchun hamma o'rganayotgani uchun, mana shu narsa uchun o'rganayotgan bo'lsangiz, u niyatni tez almashtirib oling, chunki o'sha darajada qotib qolishingiz mumkin. Tushundinglar ham? Birinchi navbatda til o'rganishdan maqsad uni ishlatish bo'lsin. Ishlatish uchun o'rganyapsiz. Sertifikatdan keyin nima hayotingiz to'xtab qoladimi? IELTS olganingizdan keyin nechta ball olganingizdan keyin bo'ldimi? Hech narsa yo'qmi? Yo'q, unaqa emas-ku, to'g'rimi? O'shaning uchun ham o'rganayotganingizda birinchi navbatda mohiyatini o'rganing. Nima uchun o'rganyapman, o'zi nimaga kerak? Endi nimaga ingliz tilini zo'r o'rgana olmayotganingizni sababiga keladigan bo'lsak, shunchaki siz noto'g'ri metodika bilan o'rganayotgan bo'lishingiz mumkin. Okay, menimcha hammada yaxshi. O'rtoqlar, chalg'ib qolaman. Hozir menga qarasam, savol bergan paytim qarayman. Xo'p, to'g'ri metodika bilan o'rganmayotganingiz uchun ancha paytdan beri o'rganib yurgan bo'lishingiz mumkin. Ancha paytdan beri speakingiz chiqmayotgan, muammolar hal bo'lmayotgan bo'lishi mumkin. Oldin men sizlarga yaxshi teoriyasini tushuntirib beraman, keyin sразу praktikaga o'tib ketamiz, okay? Xo'p. To'g'ri metodika orqali tez va oson ingliz tilini zo'r o'rgansa bo'ladi. Mana har doim practice qilganingiz bu siz ingliz tili zo'r bo'lib ketdi degani emas. Practice qilish bilan practice qilishni farqi bor. Masalan, 5 soat просто tak o'zingiz qilishingiz mumkin. Hech narsani bilmasang, noto'g'ri qilishingiz mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Ammo bitta qanaqa practice qilishni biladigan odam, metodikani biladigan odam 1 soat yoki 2 soat qilib turib ham effektivni ishlab qo'yishi mumkin. Mana shunda farq. O'shaning uchun ham har doim practice qilib yurgan odam, sizlar bormi? Misol uchun aytasizlar, partnyorim bilan partnyor bormanda, mana bunaqa anaqa qilyapman, har kun qilyapman, lekin o'xshamayapti. Yoki aytasiz, mani partnyorim yo'q-da gaplashishga, menda yo'q-da sharoit yo'q-da gaplashishga. Yo'q, o'rtoqlar, aslida sizni speakingingizni rivojlantirishingiz uchun sizga kimdir kerak emas. Sizga partnyorsiz ham normal ingliz tilini o'rgansangiz bo'ladi. ChatGPTlarsiz ham, misol uchun agar mana bunaqa applardan boshqa narsalardan foydalana olmayman deydigan bo'lsangiz, it's not a problem. Bu problema emas. Bundan ham oddiy o'zingiz ham oddiy normal o'rganib, yaxshigina o'rgansangiz bo'ladi, okay? Mana shu narsa. Okay. Xo'p. Bitta zo'r savol beraymi? Kim birinchi darsdan ingliz tilida gapirgan? Ketdik. Kim birinchi darsdan ingliz tilida gapirgan? Mana savolga javob beraylik. It's really interesting. For me, yeah. Mana uchun qiziq. Kim birinchi darsdan boshlab gapirishni boshlagan?
Menmas. Hello deb gapirganman. Yaxshi, hali boshlamadik Dilafruz, sen endi kirgan bo'lsang. Haligacha yaxshi gapira olmayman. Man. Really? Okay, birinchi darsda nimani gapirgansizlar? Nimani gapirish mumkin birinchi darsda? Yeah, it's really interesting for me. Nimani gapirish mumkin? Aha, yaxshi, zo'r. My name is bilgan ekansiz. Okay, o'zim tanishtirganman xolos. Okay, yaxshi. Yana nima? Yana kim gapirgan? Mhm. Mhm. Kim? My name is. O'zim tanishtirganman. Yaxshi. Manmas, lekin to'g'ri Sabina. I agree with you. Siz bilan birgaman. Mana birinchi darsda gapirmaganman ingliz tilini o'rganayotganimda. Okay. Xo'p, o'rtoqlar. Nimaga aytaylik, tushuntirib beraman sizlarga. Nimaga ingliz tilida o'zida, to'g'ri, men bitta agar birinchi darsdan rostdan gapirgan bo'lsanglar, bu juda ham zo'r. Chunki rostdan ingliz tilini o'rganayotgan odam birinchi dars o'zidan gapira oladi. It's absolutely possible. Bu vashshi to'g'ri narsa va eng zo'r metodika mana shu. Faqat gapirish bilan gapirishni farqi bor birinchi darsda. Просто my name deyish okay. Lekin o'zi kamlik qiladi. Ismingizni yoshingizni aytishingiz kamlik qiladi. Birinchi o'rgangan darsingizni. Endi aytamiz, qanaqa o'rganish kerak, qanaqa gapirish kerak degan bo'lsanglar, va nimaga birinchi darsda mana gapirmaganlar? Chunki sizlarga noto'g'ri o'rgatilgan. Noto'g'ri ingliz tilini noto'g'ri demaylik, balki boshqacha yo'l bilan o'rgatilganda, ya'ni to'g'ri metodika bilan o'rganmaganinglar uchun haligacha birinchi darsdan gapirmagansizlar, haligacha mana shu og'riqlar o'tayotganlar bor, chunki hali ham menda gapirmayman, hali ham bilmayman gapirishni, yaxshi gapira olmayman. Okay. Chunki siz faqat nazariy o'rgangansiz, amaliy o'rganmagansiz. Nimaga? Chunki mana birinchi darsdan aytdik, to be ni o'rgangansiz yoki birinchi darsdan alfabetni o'rgangansiz-da. O'sha paytdan boshlab ingliz tilini gapirmagansiz, просто nazariy o'rgangansiz-da. Mana yozinglar, nazariy o'rganganlar yozinglar, haligacha nazariy o'rgan. Nazariy qanaqa? Faqat yozasizlar, chizasizlar, o'rganasizlar, grammatikani mashqlarni qilasizlar, tez ishlaysizlar. Okay, zo'r, hammasi zo'r. Ana ichinglarda she'r bo'lib gapirasizlar, lekin sirtinglarda gapiradigan payt sichqon bo'lib qolasizlar. Okay. Fransuz tilida gapira olamiz. Zo'r, lekin biz hozir ingliz tilida gaplashyapmiz. Okay, o'zim haqimda gapirganman. Grading. O'zim tanishtirganman. Men gapirganman, lekin zo'rmas. Ha, yaxshi. I could introduce myself. Zo'r. Qaranglar, gapira olmayotganliklarini birinchi sababi o'sha aytayotganimiz, siz noto'g'ri metodika bilan qilyapsiz, chunki faqat nazariy o'rgangansiz. Aslida ingliz tilida qisqa muddatda bemalol gapirsa bo'ladi. Buni gapira olmaslikning asosiy sababi siz faqat nazariyni o'rganib ketyapsiz, mana bitta amaliy pastda qolib ketyapti. Qachon ikkalasi teng bo'ladi, qachon nazariyni o'rganganingiz amaliyda qo'llaysiz, o'shanda hamma narsa zo'r bo'ladi. O'shanda yaxshi o'rganib ketishni boshlaysiz. Ingliz tilini o'shanda speakingni zo'r o'rganib keta olasiz, okay? Keyin har doim grammatikaga yopishib qolish. O'quvchilar o'ylaydi, men qachon grammatikam zo'r bo'lsa, o'shanda nazariy zo'r. O'shanda men grammatikam qachon ideal darajada bo'ladigan bo'lsa, o'shanda men ingliz tilini zo'r gapira olaman deb o'ylaydi. Ideal grammatikani xohlaydi, ideal vaqt xohlaydi, keyin so'z boyligim juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa-da. Sizda bor-ku narsa. Misol uchun 10 ta so'z bilan gapirsa bo'ladimi desa? Aytaylik, mana ketdik. 10 ta so'z bilan gapirsa bo'ladimi? Ketdik. What do you think? Mana noto'g'ri ketib qoldi ozgina. 10 ta so'z bilan gapirsa bo'ladimi? Nima deb o'ylaysizlar? Aytaylik 10 ta so'z bilasiz, ba'zingizda 10 ta so'z bor. Gapira olasizmi, yo'qmi? Ingliz tilini gapirsam, rosa grammar xato bo'ladi, ammo juda yaxshi ko'raman speakingni kuniga har xil topikda eraman. Okay, zo'r. Yes. Xo'p, menga gapirib beringlar-chi 10 ta gap bilan. Xo'p, 10 ta gap bilan menga gap so'z beringlar-chi, ozmanchda gapirib. Голосовой qilib yuborsanglar ham bo'ladi. Yes. Eslayotganlar, давайте menga gapirib beringlar. Boshqasi bilaman. Mana bitta Sultonov Azimjon aytganlar, yo'q, menimcha 3 ta zamon 50 ta so'z bilan gaplashsa bo'ladi. Zo'r, yo'q, menimcha bu dars yozib oling. Xo'p, bo'ladi, hojat kvetasi yozib olibdi, men qo'ying. Yes, of course. Okay, yes deyotganlar, давайте menga bitta isboti bilan keltirib bering. Yes deyapsiz. Ana gipoteza kerak emas menga. Ishonchingiz bormi? Gapira olasizmi? Ha, bo'ladi, gapira olaman deb menga gapirib ko'rsatib bering, o'shanda men ishonaman deylik. Mana shu narsa kerak menga. Просто gipotezani yes yoki ha, menimcha bo'ladi, yo'q, menimcha bo'lmaydi degan narsa kerak emas. Konkretni siz gapira olasizmi? 10 ta so'z bilan. O'sha narsani ayting. Lekin menimcha mana ko'p gapirib bo'lmaydi, lekin menimcha bo'ladi. Okay, qani? Isbot.
10 ta dedim. Mhm, mhm, mhm. Yes, it's full. Okay. Xo'p, bo'ladi deyotganlar qani? Faqat tanishtirish bo'lgan. Xo'p, tanishtiring. Bo'ladi. Yes, help me. Did you speak English? Take care. Hello, how are you? Okay. Yana. Aytinglar, bo'ladi deyotganlar. Gap bilan beringlar menga. Bilganim uchun kirdikda darsga. Zo'r. Okay. Good police. I'm speak English. I speak English, but I'm speak once, okay? So, isbot qani? I'm a student. Uh-huh. Okay. Hello, my name is Marjana. My sister's Islam. Okay, sister's name is Raihana. Okay, teacher, very much. How are you? Always just came up the uh-huh. Mm-hmm. May I come in? Yes, of course. I want to learn English very well in the future. Yaxshi. Bo'lmaydi. Xo'p, qaranglar. Mana nimaga, mana bitta narsani tushuntirib beraman. Hozir men bittaman 10 ta gap bilan, 10 ta so'z bilan gapirsa bo'ladimi dedim. Yes, no degan savol chiqdi-da. Biz ikkiga bo'ldik. Kimdir gapira oladi, kimdir gapira olmaydi dedik. Lekin men bitta hozir nima bo'ldi? Men majburlaganim uchun yozyapsizlar. Majburlaganim uchun gapiryapsizlar. Mana I know you, would you help me? Man, любой narsani bilyapsizlar. Man o'zim yeli aytayotdi-da, 10 ta so'z bilan gapirib bo'lmaydi deyapti. Qani isbot desam, ha deganim yozyapsizlar. O'zimni olib qaraganda logически 10 ta so'z bilan iloji yo'qdek ko'rinadi. Lekin gapirganingiz ham, sochi my name is degan so'z ham o'zi nechtadir so'zi, 3 tadir so'zim, 4 tadir so'zim. Demak, o'sha narsadan boshlanadi ingliz tili. Qarang. Tushunasizmi? Siz ideal narsani kutmang. Gapirmoqchiman. Men bittagi hamma gapiradi. Hozir men bitta 195 aytaylik 200 ta odam o'tiribdi-da. Hamma ingliz tilida gapira oladi. Sizga buning uchun 100 ta so'z, 200 ta so'z, 1000 ta, 3000 ta so'z ba'zi kerak emas. Oddiy narsa bilan ham gapirsa bo'ladi. Просто siz o'sha narsani bilmaysiz, chunki bu narsa sizga o'rgatilmaydi. Kimdir aytganmi sizga bundan oldingi darsda shuncha paytdan o'qiyapsiz. Okay, zo'rsan, lekin sen 10 ta so'z bilan gapirishing mumkin. Qaysi ustozingiz gapirsa o'rgatganmi? Menimcha bu narsa juda ham kam. O'zbekistonda juda ham kam. Любой учебный centrga boring, любой anaqaga boring. Bu narsa juda ham kam. 100 tada bitta odam shunaqa o'rgatmaydigan bo'lsa, unaqa o'rgatilmaydi. Mana majburlayapman qilyapsiz, demak anaqasi bor. Men просто savol o'zgartiryapman. Qani bo'lsa, menga ko'rsating deganimdan keyin уже sekin yozyapsizlar-da. Ungacha ha, yo'q deb gipotiza ketyapti. O'rtoqlar, har doim shunaqa, mana o'zinglarni majburlayapsizlar, chiqyapti. Bu zo'r-da. My English is not good. This for me difficult. This is difficult for me bo'ladi, okay? Mana shunaqa. Ko'rdinglarmi? It's possible to speak even with 10 words. 10 ta so'z bilan gapirsa bo'ladi. Просто o'sha narsani o'zingizga ko'rsatinglar. Shuning uchun aytman, grammatikaga yopishib qolgansizlar, idealniy grammatika xohlaysizlar. Hamma narsani 100 ta so'z bilishim kerak kamida yoki 1000 ta so'z bilganimdan keyin gapirishim kerak deb o'ylaysiz. Lekin aslida unaqa emas. Aslida oddiy o'rgangan narsangiz, birinchi darsdan boshlab nima o'rgangan bo'lsangiz, speakingni gapira olasiz. Mana siz harakat qilmagansiz, mana sizni hech kim push qilmagan, anaqa gapir, davay demagani uchun chiqmagansiz. Haligacha o'shaning uchun shunaqa. Mana metodika qanaqa. O'zi eng oson narsa bu ingliz tilida gapirish. Siz nimaga gapira olmaysiz? Просто sizni to'g'ri yo'naltirilmagansiz. O'shaning uchun sizni speaking hali ham chiqmasdan dovdirab yurgan bo'lishingiz mumkin-da. Mana shu narsa eng katta xato hisoblanadi o'rtoqlar. Tushundinglar-a? Ikkinchisini shu narsa deb o'ylaylik. Endi qarang. Endi keyingisini aytaman. Uchinchi sababi nimaga? Birinchisi ketdi. Birinchisi bizda nima bo'ldi? Metodika noto'g'ri o'rganganingiz bo'ldi. Просто birinchi darsdan o'tirib anaqa qilgansiz. Ya'ni tilni mohiyatini tushunmaganingiz. Ikkinchisidan faqatgina nazariyga yopib qo'ygansiz, amaliy qilmayotganingiz. Mana aytayotganim 10 ta so'z bilan ingliz tilida gapirsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Meni javobim ha-da. Mana isbotini o'zingizlar beryapsizlar. Hozir gapiryapsizlar, ko'rsatyapsizlar. Mana ismingni aytyapsizlar, любой narsani aytyapsizlar, 10 ta so'z bo'lsin deyman. Demak, possible ekan, gapiryapsiz. Endi uchinchisi qaranglar mana. Oramizda bormi? Intermediate, IELTS ko'tarilayotgan, Seferga ko'tarilayotgan, lekin speakingda qiynalayotganlar bormi? Speakingda. Darajasi yuqori. Aytmayman, beginnersiz elementary'dan demayman. Elementary'dan yuqori aytaylik, pre'dan yuqorilar borda. Speakingdan qiynaladiganlar, qiynaladiganlar. Speakingni qiynalayman.
elementardan yuqorisiz, misol uchun testda ishlaysiz, 100% cho'tka ishlab tashlaysiz, IELTSlaringizni IELTS o'qiyapsiz, kiryapsiz, ustozingiz bo'lsan tayyorsan, IELTS o'tib ketyapti bir xil joylarda, misol uchun 3 oy o'qiladi-da, beginner o'zi o'qiydi, keyin IELTS o'tib ketadi. Men shunaqa tushunarsiz narsalar bor. Qiynaladiganlar bormi? Bor. Hammada bor-da. O'shancha shu taslik. Bugun mana bitta qiz bilan gaplashdim, bitta o'quvchi bilan gaplashdim. Как раз hozir учебный centrda o'qiyotgan ekanlar. Keyin so'rayapman, qancha bo'ldi o'qiyotganingiz desam, 1 oy bo'lyapti o'sha deydi. Yaqinda 1-2 kundan keyin 1 oy bo'ladi dedi. Okay, ingliz tilida gapirish boshladim desam, yo'q dedi. Nimaga desam, chunki men hali beginnerman-da, deyapti. Tushunasizlarmi? Chunki men beginnerman-da, deyapti. O'shancha gapirmayapman deydi. Bu degani u ham ideal vaqt kutyapti. Sizlar ham mana shunaqa deb turib, mana intermediateman deyapsizlar-da. Men IELTS ko'tarilasiz. Qanaqa qilib ingliz tilida gapirmasligim mumkin-da? Qanaqa qilib shu paytgacha inglizsiz chiqasiz bo'lmagan bo'lishingiz mumkin. Shu narsaga ketayotgan odam. Guys, sal nerealniroq narsa, to'g'rimi? Chunki sizlarda ham shunaqa pozitsiya bor-da. Men beginnerda gapirishim kerak emas. Men elementaryga chiqsam yoki pre-intermediate'ga chiqsam gapirishni boshlashim kerak degan mindset bor. Shunaqa o'y bor men miyada. Juda ko'p o'quvchilarda bo'ladi. Yoki sizlar o'ylaysiz, IELTS tayyorlash boshlaganimdan keyin yoki safarga o'tganimdan keyin gapirish boshlayman. O'sha payt zo'r bo'lib ketadi deysizlar. Bormi shunaqa oramizda? Keyinchalik zo'r bo'lib ketaman. Keyinchalik zo'r bo'lib ketaman deb turib ingliz tilini hozir o'rganib turganlar bor. Misol uchun aytaylik, darajasiz elementary, pre-intermediate, IELTS ga tayyorlanasiz yoki safarga kirgansiz, speakingiz yaxshi emas deb, lekin yo'q mayli tanlab turib yaxshi bo'lib qolaman, men IELTS ga kiryapman, safarga kiryapman, keyin mana shu paytda zo'r bo'lib qoladi, yaxshi bo'lib qoladi degan narsa bormi? Bo'lsa bor deylar. Yes. Mana 3-chi xatoinglar, ko'rdinglar? Men hozirligi 3 ta narsani isbotlab berdim. Nimaga ingliz tilida yaxshi gapira olmayotganingiz, shu eng katta sababi. Aha. Come on, Mr. Yo'q, qaysini o'qisam ham speaking unutmayman. Bu juda ham hozir qiyin narsa, to'g'risi. Men nechta o'quvchi o'qitgan bo'lsam, hech unaqa o'ylab kelishmagan, to'g'risi. Har xil darajadagi o'quvchini o'qitganman. IELTS ga kirishim kerak degan narsani IELTS o'qiyotgan, kerak bo'lsa IELTS o'qiyotgan o'quvchini ham bitta shunaqa kes bo'lgan, bitta zo'r kes bo'lgan bo'lsa, IELTSda o'qiyotgan o'quvchini men 0 dan boshlab speakingga tayyorlaganman. Anaqa introductiondan boshlab o'z haqida men IELTS o'qiyapti-da, mana. Kelgan o'quvchi, okay, darajasi qanaqa desam, IELTS o'qiyapman degan. Okay, zo'r, uy haqida gapiring, speakingda o'zlari haqida gapira olmaganlar. Bu rosa real kes. Aman keyin aytganmiz, razm IELTS to'xtating deganman, lekin to'xtatmagan, как anaqa qilgan. Okay deganmiz, lekin baribir ishlayverganmiz. Necha chiqqan? 6 mi chiqqan, adashmasam, bir 3 oymi 4 oy tayyorlanganlar. Shunaqa bo'lgan, 0 dan mana. IELTSga tayyorlanyapti deb bo'ladi, lekin speaking yo'q. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, tez to'xtatinglar, generalga o'tinglar. Qarachi, mana shunaqa, mana shu xitoylar borligi uchun IELTSga o'tsam, safarga o'tsam, speaking chiqib degan narsalar xomxayol o'rtoqlardan narsaga ishonmaydi. Chunki o'ta hech kim sizga mana keyin gapirsang demaydi, men bundan gapirsam speaking chiqadi demaydi. Speaking chiqarish o'rgatmaydi hech kim sizga IELTS safer anaqalarda yuqoriroq darajalarda hech kim sizga ingliz tilida gapirish o'rgatmaydi. O'sha undan qiyinroq narsalarni o'rganib ketaverasizlar. O'shaning uchun o'rtoqlar, gapirayotganinglarda birinchi nima qilish kerak? Prям qaysi darajada bo'lishidan qat'iy nazar gapirishingiz kerak. Birinchi darsni o'zidan gapirish kerak. Mana sizga aytayotgan narsa. Birinchi darsni o'zidan boshlab gapirish kerak. 10 ta so'z bilsangiz ham gapirishingiz kerak. Nechta so'z bilishingizdan qat'iy nazar. Bugun 3 ta so'z yodladingizmi? Okay, 3 ta so'z bilan gapiring. Har kun kerak emas bizga 100 ta so'z yodlashda. O'zimni obishni olib qaraganda 100 ta so'zni baribir ishlata olmayapsiz-ku. 100 ta, misol uchun bir haftada o'ylaysiz, 700 ta so'z yodlayman, 7 kun bor 100 tani yodasiz. Lekin ishlatmasangiz nima qilasiz? Tupo yodlab jinnimisiz siz? Nima kerak sizga? Ishlatadigan so'zni yoting. Mayli, zo'r bo'lmay 700 ta so'zni zo'r ishlatmay 50 ta so'z yodlab, aniq taqillatib gapirib tashlang. Mana shu narsa, mana shu rezultat. Siz hech qachon nazaringiz sizda natija bo'lmaydi. Qachon o'zingizdan chiqadi, qachon gapirasiz, o'shanda sizda anaqa bo'ladi, natija bo'ladi. Okay? Hop, demak, ketdik. Sizlarga tushunarli bu narsa. Endi gap isboti bilan sekin sizlarga nazariyani tushuntirib berdim, qanaqa bo'lish kerakligini tushuntirib berdim. Anaqaga o'tamiz. Well, we'll move to speaking part. Speaking partga o'tamiz. Ketdik.
Hozir men iPadimni qilib bermoqchim, chunki iPadimni ulolmadim, kompyuterimni o'zida qilib beraman, okay? So, ketdik. Birinchi navbatda sizlarga bitta present simple mavzusini oson tushuntirib beraman. Zamonda adashadiganlar ham juda ham ko'p. Aslida zamon bizga bitta zamon tushuntirib keyin mavzu to'xtang, savol beringda oldin. Zamon tushuntirib speakingga o'taymi yoki speaking ko'ramiz? Zamon bilasizlarmi? Chunki oramizda yengillab o'tgan bo'lishi mumkin-da. Xohlasanglar mana 1 2 deylar. Agarda birinchi zamonni o'taylik deydigan bo'lsanglar 1 qo'yinglar. Mana zamon bo'lsa, birinchi zamondan boshlaylik deydigan bo'lsanglar 1 qo'yinglar. Speaking deydigan bo'lsanglar 2 qo'yinglar. Ketdik. Chunki bitta tushuntirib yuborsam, yo'qki, o'shani men ko'rsatib berayotgandan so'ng o'chib turayman, mana cho't chalg'isi. Anaqa qilib beradigan bo'lsam, o'shani yaxshiroq tushunasizlar, o'shani yaxshiroq bo'ladi sizga. 2 zamon, 1 2 1 2 1. Bo'ldi, zamondan boshlaymiz. Zamonda qiynaladiganlar bormi? Xo'p, nimaga zamonda qiynaladigan, zamonda adashadiganlar bormi deylik? Zamonda adashadiganlar bormi? Zamonda 1000 yildan beri o'qiyapsiz, lekin hali ham adashadiganlar bormi? Zo'r. Zo'r. Hamma adashadi. Juda kamdan-kam o'rganinglar bor bizada. Nega ketdik? Xos, lekin nima uchun zamonda adashib ketishinglar va bitta zamon bilan ham zo'r gapirish mumkinligini ko'rsatib beraman. Ketdik. Bismillah. Qaranglar, o'zi bizada present simple mavzusi bor. Eng oson mavzu. Bizada 3 ta top mavzu bor, 3 ta top zamon bor. O'zi umuman olganda ingliz tilida 16 ta zamon bor, lekin biz hammasini o'rganmaymiz, chunki speakingga hammasi kerak emas. Men ham o'quvchilarimga hammasini o'rgatmayman, chunki speakingga hammasini ishlatmaymiz. Misol uchun qiyinroq temalarimiz bor, ularni unaqa ko'p ishlatmaymiz, faqat oson yo'qkilarni ishlatib ketamiz boshida o'rganayotgan odamga. Okay, ketdik. Present simple aytganimdek, bizada 3 ta eng zo'r zamon bor. Kelasi hozirgi o'tgan zamon borda. Mana shu 3 ta top mavzu bor, 3 ta zamon bor. Mana shu 3 ta zamonni zo'r bildingiz degani inglizcha zo'r gapiryapsiz degan. Endi mana shuni o'zida ham adashadigan o'quvchilar bor. Nima uchun adashasiz va nima qilish kerakligini hozir o'tib ketaman. Qarang, present simple mavzusi o'zi eng anuda oson zamon. Men bu yerda sal aniqroq, ilmiyroq qilib, chiroyliroq qilib qilganman. İşte bu o'quvchilarim tan. Men bu berayotgan narsam. Hisob olib turaylik. Okay, qarang. Men eng yaxshi ko'radigan zamon bu present simple zamoni. Juda ham oson. Любой narsani gapirsiz bu. Subjective verb bilsiz bo'ldi. Subject bu ega, verb bu fe'l. Men yuguraman, misol uchun. Men ovqat yeyman, men suv ichaman-da. Men gapiraman. I speak, I drink, I play, I run, I read. Любой narsani subject verb. O'rtamizda hech narsa yo'q bizlarda, deyman. Subject bilan verb to be yo'q, boshqa narsa yo'q. Cho'tkimiz. O'zimiz bilan o'zimiz zo'r ketamiz. Mana shu eng zo'r mavzu, qaranglar. Boshqalardan to be qo'shiladi, ing qo'shiladi, balovatar ketadi. Mana shu eng zo'r, eng sodda zamoni, eng ko'p ishlatiladigan zamon ham present simple hisoblanadi, o'rtoqlar. Xo'p, bu yoqda anaqasini tushuntirib ketganman. Qarang. I ga, you ga, we ga, ze ga, bu yoqda qiyinchilik tushuntirilgan. Zega nisbatan verb o'zi qo'yiladi. Misol uchun I run, you run, we run, they run bo'lsin. He, she, itga bo'ladigan bo'lsa s bilan s qo'shiladi. Bu endi qoida, inglizda shunaqa qoida va biz ularni o'zgartiramiz. Xuddi bizda ham qaysi narsalarimizda qoidalarimiz bo'lgandek, uni hech kim o'zgartira olmaydi. Bu inglizda ham xuddi shunaqa. Hech kim uni o'zgartira olmaydi, okay? Xuddi mana shunaqa ketaveradi. Bilaman, bu zamon bilasizlar, lekin bilmaganlar uchun takrorlab turashim. Xo'p, qaysi payt ishlatamiz? Mana qaranglar. I go, you go, they go bo'lsin, we go bo'lsin. Lekin she, he, itga kelganda biz mana bu fe'llarga s qo'shishga majburmiz, chunki bu qoida. Misol uchun, she works, I work bo'ladi, lekin he works, she works bo'ladi. Yoki it works deb kim emas, misol uchun telefon ishlaydi demoqchi bo'lsam, it works desam bo'ladi. Ha, bu ishlaydi, har doim ishlaydi. Har doim ishlab kelyapti, bundan keyin ham ishlaydi, hozir ham ishlaydi. Demak, zamonda urib ketaveramiz. Har doim qiladigan narsangizni, misol uchun 10 yildan beri maktabda o'qiysiz, 4 yildan beri universitetda o'qiysiz, 10 yildan beri ingliz tilini o'rganasiz. Hamma qilayotgan narsangiz hammasini agarda o'zi hayotingiz mazmuniga aylanib ketgan, necha yildan beri qilayotgan narsalaringiz, nima deydi, kunlik qiladigan ish jarayoningizga aylanib ketgan bo'lsa, bo'ldi, present simple urib gapirib berasiz, okay?
So, endi qanaqa bo'ladi? Tushunoldik mana. I go bo'ladi, she works, they play. I play, we play, they play. Bering, ochib bering. They play ketaveradi, okay? Mana shunga qarab ketaverasiz. Bu zo'r, ijobiyda. Aydan keyin просто verb qo'yib ketaveramiz, cho'tki bo'lib ketadi. Endi qarang, undan keyin inkori nima bo'ladi? Biz har doim yes deymiz, har doim yugurmaysiz, har doim suv ichmaysiz, har doim ovqat yemaysiz, har doim qorningiz och bo'lmaydi, bular har doim siz gapirmaysiz deydi. Men gapirmayman deymiz. Men qilmayman. Har doim ertalab yugurmayman deylik. Har doim ertalab ovqat yemayman, har doim telefon o'ynamayman. Bir xil payt esli odam bo'lib turib, anu kimga uydagilar yordam berishi mumkin-da. O'sha paytda просто don't qo'yib qo'yamiz. I don't speak, I don't run, I don't or I don't work deylik. Mana shunaqa tipi ketaveradi. Well, okay. Mana shunaqa ketaveradi. Просто he she'tga bunga das qo'yib ketamiz просто. I don't work bo'lish. Men ishlamayman bo'lsam, I don't work deyman. Lekin u ishlaydi deydigan, u ishlamaydi deydigan bo'lsak, nima bo'ladi? He doesn't yoki she doesn't work bo'ladi, okay? So, ketdik. Buni tushunib oldinglar, qanaqa bo'lish kerakligini. Okay, endi nima qilamiz? He she'tga don't mana I you we theyga don't ketadi. He she'tga doesn't ketadi. Yes? Mana shuni bilib olsanglar bo'ldi. Men qilmayman, men ishlamayman, men yugurmayman, men o'rganmaymanga I don't urib ketaverasiz. You don't, we don't, they don't. He she'tga nima deydi? He doesn't, she doesn't, it doesn't ketaveradi, okay? Mana oson, prosta bilib oling bo'ldi. Eng oson strukturada o'rganing. Hech qanaqani o'tirib, mamna bo'lar ekan, schedule-ga qarorlar ekanman, mamna qilar da, u kerak. Lekin hozir bizning maqsadimiz nima? O'rgangan narsamizni prosta amaliyotda qo'llash uchun eng esda qolarli narsalarni o'rganishimiz kerak. Все, bo'ldi. Boshqa narsa emas, okay? So, ketdik. Endi savol shaklida do bilan does prosta oldinga chiqarib qo'yamiz, bo'ldi. Boshqa narsa emas. O'zim chiqyapman. Xo'p, ovoz kelmayapti ustoz. Ovozim bormayaptimi? Ovoz qotyapti. Ovozim qotyaptimi? Ovoz. Eshitilyaptimi? Men bu yerda gapirib yotaman-ku. E'tiboringlar, ovozim menda zo'r. No, yo'q, ha, biroz eshitilyapti. No, ha, yo'q, yaxshi. Ketyapti. Jonliga ham kirolmayapman. Jonliga kirolmayotganlar, menimcha o'zinglarning internetingizda qanaqa muammo bo'lyapti? Yo'q, yaxshi. Okay, demak yo'q. Qaranglar. Yaxshi bo'layotgan bitta internetinglarni o'chirib yoqinglar yoki Wi-Fi'da o'tirgan bo'lsangiz, mobilniga o'zgartiringlar, bo'lmasa boshqachasiga iloji yo'q. O'zinglar ham harakat qilinglar. Har doim meni nastroykamda muammo bo'lishi mumkin emas. Agar men gapim eshitilmaydigan bo'lganda, hammada eshitilmayotgan bo'lardi. Hech kimga eshitilmayotgan bo'lardi. Agar problema menda bo'lgan, demak kimdirlargadir eshitilyaptim, demak o'zingizlarda muammo bor. Okay. Ha, yo'q. Yo'qlar endi bilmadim. Kimdir g'ozibot tomonda bor eshityapti, kimdir omadiyon ekan. Demak ketdik. Xo'p, ayga bo'ladigan bo'lsa, demak, men qilmayman, men ishlamayman, men yoqtirmayman deydigan bo'lsa, hamma narsaga I don't, we don't, they don't ketaveradi. Lekin he, she, itga he doesn't, she doesn't bo'lib ketaveradi. Okay? Prosta bilib oling, o'zingiz mana miyangizga qo'yib oling. Okay, she bo'lgandan keyin she doesn't derkanman, bo'ldi. I getsam I don't derkanman, bo'ldi. Ketdik. Undan keyingisi, xo'p, savol shakli bor bizda. Sen qilasam, sen har kuni yugurasan, har kuni o'qiysan, har kuni gapirasan, har kuni ingliz tilini o'rganasanmi deylik. O'sha paytda nimani ishlatamiz? Savol beramiz-da. O'sha payt do bilan savol beramiz. Faqatgina men bu endi bizda bu yetimmi, asrab olinganmi bilmayman. Faraz qilaylik, bu biz hech asrab olganmiz. O'shaning uchun bunga sal ko'proq e'tibor berib qo'yamiz. O'shaning uchun does bilan olamiz deylik-da. Does he work? Lekin qaranglar, o'zi men bu yoqda bo'lgandan keyin men boshida biz es qo'shardik-ku. Mana shu ismini chiqib. Mana she works, he works, she runs deylik, she reads deylik, o'qiydi, ishlaydi, nimada hammasiga es qo'shadigan bo'lsak, o'sha men inkor bilan questionda uni qo'shmaymiz. Chunki mana do'ga o'tib ketadi, does bo'lyapti, o'shaning uchun fe'lni esini ham olib ketadi. Hozir tushuntirib beraman, anaqada ko'ra yaxshi tushunasizlar. Qarang, shunaqa bo'lyapti. Men bu yerda ham does bo'lib ketayotgani uchun mana verb birinchi shaklga ketyapti. Bunga hech qanaqa es qo'yishmaymiz, chunki buni esi mana does ga o'tib ketyapti. Tushundinglar? Inkor bilan negativda o'tib ketyapti. Prosta o'shaning uchun qo'ymaymiz. Do you work? Do you run? Do you read? Do we go? Mana shunaqa ketaveradi, lekin does he read? Does he speak? Does he read? Does he speak? Va shu oson. Fe'l
shaklida ko'rasizlar qanchalar oson topik. Bir saf ketaveradi. Просто du bilan dazorni anaqa qilib qo'yamiz bo'ldi. Mana shu besh oson. Tushundinglarmi? Zamon tushunarli, mazmunan tushunib oldinglar, mohiyatini tushunib oldinglar. Qanaqa qilish kerak? Okay, aydan keyin просто I work, I run deb anaqa subjektni сразу verb qo'yib ketaverar ekanman. Просто negativdan o'zim men qilmayman, I don't der ekanman, lekin he, she, it bo'ladigan bo'lsa doesn't bo'lar ekanman. Просто mana mohiyat. Mana shuni bilib olsanglar bo'ldi. Yes, yes. Good, good. Very nice. Very good. Zo'r. Yes. Qolganlar? Yes, teacher. Okay, good. Hop. Buni tushundinglar? Hop, endi qaranglar, men sizlarga aytaman. Qanaqa? Prezentatsiyam bordi, qolib ketdi. Qaysi mavzularni bilish kerak? Okay, uni keyin so'rayman. Hop, yes, zo'r, yaxshi. Endi present simple mavzusini o'rgandik dedik. Mana nimaga zamonlarda chalkashasizlar? Chunki siz faqat zamon o'tib o'rganib ketaverasiz, hech ham praktika qilmaysiz. Okay, praktika qilishingiz mumkin. Test ishlayotganingizda analiz ketishi mumkin yoki nima qoidani o'rganayotganingizda qarang bitta gap tuzib berchi, siz ustoz okay, mana bunaqa I work bo'lar ekan, he yoki she bo'ladigan bo'lsa doesn't work bo'lar ekan degan narsa bo'lishi mumkin. И все, bo'ldi. Mana shu yerda qotdingiz, mana shu yerda o'rganib bo'ldi. O'rgandimda, zo'r. O'rganib savoling bormi? Yo'q. Bo'ldi, zo'r, ketdik. Mana shunaqa o'tib ketasizlar deb, keyin zamonlarni 3-4 zamon o'tganlardan o'tirasizlar. Qaysi zamon edi? Qaysini gapirardim? Mana o'rgangan zamoningizga sразу gap anaqa qilib ketaverish kerak. How can I say that? O'rgangan zamoningizga sразу speakingni qo'llab keting. O'sha mavzuga, masalan, present simple deb gapirdingizmi? Present simple mavzusiga sразу gapirib ketaverish kerak. Mana shunga speakingga mavzu tuzish kerak, qilib ketaverish kerak. Xo'p, men o'quvchilarga nimani o'rgataman? Masalan, men agar present simple o'tadigan bo'lsa, o'quvchilarimga daily routine gapirtiraman. Masalan, bir kunlik kun tartibingni gapirib ber, nima ish qilasan deyman. Ertalab turib yuzini yuvgandan, kechki payt uxlashga yotdim degangacha, poli mana shuncha narsa gapirib beradi menga. Ertalab turdim, o'rnimni to'g'riladim, yuzimni yuvdim, tishimni yuvdim, keyin choyimni ichdim, zavtragimni qildim, kiyindim, ketdim, o'qidim, nimadir qildim, keyin kech payt keldim. Mana bo'li hammasi, chunki bu kun tartib va bu qaysi zamonda gapiradi? Bu hammasi present simple deb gapiradi. O'shaning uchun shunaqa bo'ladi, okay? So, ketdik. Endi o'rgandinglar. Xo'p, bitta o'g'li, teacher satsaginglar. O'zi kirib ketib qolsam tez gapiraveraman. Sorry guys. Biz hayotda tez odam, o'shaning uchun hali ham sekinlashganimni ko'ryapsizlar. Xo'p. Qaranglar mana. Bo'ldi mana bir xil o'qituvchilar qanaqa bo'ladi? O'zi juda ham ko'p joyda 99% joyda bo'ldi. Mana shu mavzu edi. Bo'ldi. Mana shu bilan yopdik, sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz, keyin darsda ko'rishamiz edi-da. Lekin nima qilish kerak? Bundan keyinda, bundan keyin o'zi practice qilish kerak. Practice qilamizmi? O'chirib turayman buni. Chalg'ishga kerak emas. Practice qilamizmi? Hozir qilamizmi practice? O'zi mana shu yerda, o'zi ko'p joyda mana shu yerda sog' salomat bo'lingni tugash kerak edi. Grammatikani o'rgandingiz, hammasi cho'tka, okay, zo'r, savoling bormi? Yo'q, cho'tka tushundim, sillu hammasi bo'ldi, shu, da? Biza practice qilmaganimiz uchun ham balki o'shaning uchun speakingimiz chiqmayotgandir degan narsani tushunib gapirdik. Yaqinda konsultatsiya qilgan bitta o'quvchi aytdilar, rostdan o'rganyapman dedi, men o'rgatyaptilar ustoz dedi. Onlayn dars ham oldim deyaptilar. Biram yozdiryapti. Yozlaring, mana bunaqa. Okay, tushundim, ha, yoz. Balki og'zaki yetarmiz, men taklif beryapman deyiladi. Balki og'zaki yetarmiz, yo'q og'zaki yetmaysa, faqat yo'q, yozur deb aytadi. Og'zaki yeting, 3 marta aytdim dedi. Yo'q, yozishing kerak deb mana shunaqa deb aytadi. Balki yetadi deb aytdim deb anu. Biram oxirigacha aytib beryaptilar-da, doskonalik qilib. Mana o'shaning uchun ham practice qilmaganinglar uchun ham speaking chiqmaydi. IELTS'damisiz, Safer'damisiz, mana ko'pchilik aytadi, ideya yo'q deydi, menda ideya kelmaydi deydi. Bu narsa mana sizlar perfect narsani kutasizlar-da. Okay. Siz davaychi bitta narsani aniq qilaylik. Mana qarang, present simple mavzusini o'rgandik. Endi mana shu mavzu bo'yicha gapiramiz. So, I'll give you that simple question. For example, do you like traveling? Davayt mana shu mavzu bo'yicha gapirishni o'rganamiz. Do you like traveling? Hamma board levelda gapirsang, hech kim menga anu kerak emas. Men savolga qanaqa javob bergan bo'layman? Masalan, do you like traveling? Hozir men bitta bir ikkita uchta odamni anaqa qilib gapirtiraman. O'shaning uchun bemalol naqo'ringlar, chunki men darslarimda har doim amaliy
bo'ladi. Speaking xatarligini kimdir qilgan bo'lsa mabodo biladi. Juda ham yaxshi. Bir hafta davomida nechtadir o'quvchi gapirgan dars davomida. То есть mikrofon yoqtirib, как положено gapirtiraman o'quvchilarni. O'shanda ishlaydi. Chunki odamlar o'rganayotgan o'quvchi ko'rish kerak. Faqat men og'izda gapirmayman-da. Men hech kimga laxatron nimadir bermayman. Как положено конкретный men narsa o'rgatyapman. O'quvchi bilish kerak. Qanaqa ishlayotganini ko'rish kerak. O'shaning uchun gapirtiraman sразу. So, ketdik. Yes, I do. Yeah, definitely, I'm a big fan of traveling. Yes, good. I really like traveling. Zo'r. Traveling travel degan, do you like traveling degan, sayohat qilish yoqtirasizmi degani. Mana bu savol, do you like, misol uchun aytaylik, mana bu present simple deb berilgan savol. You like degani yoqtirmoqmi? Do you like? Xuddi mana bu savol, qaranglar. Tushunmaganlar uchun. Well, mana bu question borda, mana bizda aytdim, agarda he she it bo'lmaydigan bo'lsa qolgan hammasiga do qo'yamiz. Mana do you like bo'ldi mana. Do bor bizda, you bor, keyin verb o'rniga bor, nima bor? Like bor. You like degani sen yoqtirasanmi degan. Undan keyin nima qo'yamiz? Traveling bo'ldi. Yes. Mana shu mavzu. Okay. Yes, I like traveling. Like bilan plus ing kelishi kerak. Travel like plus ing. Verb ing bo'ladi. I like traveling. Yes, well, good. I like traveling. Yes, I like traveling because it's really enjoyable. Yes, Zarifa, молодец, zo'r. I want to travel Korea and France. I desire to learn Korean and French traditions. I desire to, mas I want to, okay? Desire xohishim bor degani. I want xohlayman. O'rganishni Korean and French traditions, Koreya bilan Fransiya traditsiyasini o'rganishni xohlayman. Bunda want to'g'ri keladi, desire emas. So I have strong desires. Siz bo'ladi, meni kuchli xohishlarim, kuchli orzularim bor degan payt desire juda zo'r tushadi. There are new ideas and new people. Okay, zo'r, guys. Very nice. Xo'p, mana shuni aytsalar, ya, hammada har xil. Mana bitta yes I do deganlar bor, uyda ko'proq aytib berganlar ham bor. O'rtoqlar, mana shu paytda gapirish kerak paytida o'quvchilar nimaga gapira olmaydi, men sizlarga tushuntirib beraman. Mana agar hozir mana shu savolchi IELTSdan uchadi, misol uchun safarda mana shu savol bor. Oddiy beginnerda o'qiydigan o'quvchiga ham shu savol beriladi. Bu savolga qanaqa javob berish kerak deydigan bo'lsanglar, ham o'zini leveldan kelib chiqib javob berish kerak. Qanaqa so'z bilsangiz javob berishingiz kerak. Shart emas bu, ya'ni nimadir kompleks, nimadirlar bilishi, nimadirlar qilishingiz shart emas. Okay? Xo'p, keling sizlarga sal anaqaroq variantini ko'rsaman. Bu yerda lekin men sal anaqaroq yozganman. How can I say that? Sal kompleksroq, ya'ni level darajada balandroq qilib yozganman. Buni sal o'zgartirsak ham bo'ladi. Aytaylik, do you like traveling? Desa, yes I do. Chunki nima bilan savol bersak, o'sha bilan javob berasan degan narsa bor. Do you like traveling? Yes I do. Men yoqtiraman degan javob keldi-da. Xo'p. Hozir darsim bor sizlardan keyin bor, eng qizig'i. O'zi qo'y, kechura boshlanadi. Just a minute. Qora ko'zlarim kutib qoladi chunki. So, ketdik. Do you like traveling? Yes, savol bo'ldi. Yes, I do. Qisqa javob mana yes I do bo'ladi. Chunki nima bilan savol bersa, o'sha bilan javob berasiz. Do bilan savol beryapti, demak do bilan javob berishimiz kerak. Yes, I do. I really like traveling. Really degan juda ham okay. Mana siz maksimum simple qilamiz, qarang. I like traveling. Nimaga? O'zi biz mana do you like traveling degan savolga javob bermaymiz. Biz mana bu why degan savolga beramiz. Why degan savolga javob beramiz. Nimaga yoqadi? Yoqtirsam, yoqtirmaydi, yo'q yoqtirmaydi. Nimaga degan savol o'zi har doim. Hamma o'quvchi savolga javob beradi, hech qachon ham savolga hech kim javob bermaydi. Chunki mana because degan joydan boshlab why ga ketadi. It makes me happy and helps me learn new things. Chunki bu menga, mana bu zamonchi, mana bu gaplar hammasi present simple zamon desam tushunasizlarmi? Mana shu narsa. Okay? It makes me happy and help me learn new things. Bu meni xursand qiladi. Yangi narsalarni o'rganish va u meni yangi narsalarni xursand bo'lishimga hamda yangi narsalarni o'rganishimga yordam beradi. Aytaylik, bu kimgadir kompleks bo'ladigan bo'lsa, buni gapirmasanglar bo'ladi. Yes, I do. I like traveling because it's enjoyable degan savol ham bor. Yes? Keling, mana shu joydan naqlamiz. Because it is enjoyable. Bekida it's enjoyable qo'yaveraylik. Xo'p. Buni aniq qavsichi yoptiraveraylik. Okay? Because it's enjoyable. Nima siz o'shani gapiring. Hech kim anaqa qilmas emas.
Hech kim kompleks aniq bitta zo'r hamma gapirish shart emas. Hamma o'zini darajasida levelda tuzib ketaversin, hozir tuzib ketaversin, chunki men gapirib turaman masalan. Anaqa mikrofon yoqqan paytimda gapirishga уже miyanglarda tayyor qilib ketaveringlar. Men bunaqa gapiraman deb turib, okay? Yes, I do. I like traveling because it's enjoyable. Bo'ldi yo'gida kimdirlar mana bunaqa bo'lsa, ketaversin. Endi qo'shib ketamiz, ideyani qo'shib ketaveramiz. Qo'shib ketaveramiz. Ideya yo'q bo'lsa, demak o'qib olish kerak, boshqa narsa qo'shish kerak yokida o'zingizni travel anaqasi. Nimaga mana buni ham olib tashlaymiz? Maximum simple qilamiz deb. When I travel, qachon men sayohat qilganimda, nima qilasiz sayohat qilganingizda? Men ko'raman joylarni desam, nima sayohatga nima uchun men misol sayohatga chiqqanim uchun, joylarni ko'rish uchun, dam olish uchun, maza qilish uchun, ob-havo almashtirish uchun deylik, mana shunaqa narsada. Xuddi shu narsani siz bu yoqda yozasiz. When I travel, I see beautiful places. I see different cities, I see historical buildings, and meet degan ko'rishim, meet new people, and meet friendly locals. Friendly locals degani o'sha yerda yashaydigan odamlar, местный odamlarni biz locals deymiz. O'shanda manaqa story keladi. Tushundingizmi? Sayohatga chiqqaningizda nimani ko'rasiz? Mana bu ichida xohlaganingizni oling. Beautiful places, different cities, historical buildings. Bularni hamma biladi, deyarli hamma biladi. Beginner darajadagi o'quvchi ham bularni deyarli biladi, unaqa qiyin emas. Okay, ketdik-da. Buni bilib oldinglar. Mashqgacha tushunarli, qanaqa gapirish kerak. Men bitta qarab oling, sizlar gapirayotganingizni. Yozmani ochsin ko'rib oling. Travel to the country and I enjoy from breathing and absorbing atmosphere. Mamnun dot anaqa yozgan. Definitely I'm big fan of traveling. Chunki pastda kimdir korreksiya qilgan ekan. Deyarli to'g'ri. Nearly true. Hop, o'rtoqlar, bitta narsani gapirib o'tib ketay. O'rtoqlar, bitta narsani aytib ketay. Menda ham o'quvchilar xato qiladi-da. Misol uchun universitetda dars beraman. Men universitetda professorlarga dars beraman. Undan tashqari hind talabalarga dars beraman. Unda qanaqa bo'laman? Любой odam xato qiladi. Men ham xato qilib gapiraman. Ba'zida to'g'ri ketib qoladi, pronunciation xato ketib qolishi mumkin. Ba'zida meni ham miyam stop berib qoladi, grammatik xato gapirib qo'yishim mumkin yoki qaysi so'z esimdan chiqib qolib, o'shani alternativini izlab qolishim mumkin-da. Bu absolutely okay, it's absolutely normal. Keyin men o'quvchilarga gapirayotganda har doim g'ijjalab, tekshirmayman. Speaking, okay, katta mana buni to'g'rilab ketishim kerak deyman, lekin bu speakingda odam xato qilishi bu juda normal holat. O'shaning uchun har bitta xatolarni g'ijjalab tekshirish shart emas. Har bitta xatoni g'ijjalab to'g'rilab chiqish shart emas. Yo'q. Ona tilida ham, o'zimizdan ona tilimizda ham xato gapiramiz. Misol uchun da, ga, n degan so'zlar tushib qoladi bir xil paytida. Shevalar bor har xilda. Misol uchun mana Qashqadaryolik boshqacha, Samarqandlik boshqacha gapirib, Vodiy boshqacha gapiradi. Mana shunaqa bo'ladi. Xuddi shunaqa bu juda ham normal holat. O'shaning uchun perfect gapirishim kerak, voy xato gapirib qo'ysam nima bo'ladi degan narsa yo'q. Okay, bir xil paytda he like ham deydi-da. Misol uchun he likes deyish kerak deyapmizda. Present simple qoidasi bo'yicha. Просто rule bor, ularni o'zgartiramiz. Present simple qoidasi bo'yicha he likes deyishimiz kerak deyapmiz. Lekin he likes bo'lmasdan turib, he like deb ketaversa, it's qaysidir payti absolutely okay. Просто sizlar o'sha paytda bilinglar, qoidasini просто sizlarni nima deydi? Consciously, unconsciously borda, bilib turib ongli xato qilish bor, bilmasdan turib xato qilish bor. Bilib turib xato qilsang, okay, it's normal. Cuz bilasizlar-da, просто o'sha payt avtomatik ketib qoladi, nimadir xato qilib yuborsangiz, okay. Bu zo'r, chunki boshqa payt to'g'rilab ketasiz. Unconsciously, ya'ni bilmasdan xato qilsangiz, har doim o'sha xatoni qilib yurasiz, jinniga o'xshab har doim o'sha xatoni qilib yurasiz. Bu yomon rostdan. Uning uchun rostdan bilib qo'yish kerak. O'shaning uchun sekin gapira olmayman, o'rtoqlar. Hali o'tadigan narsam ko'p-da. Anaqa video tashlab beraman, ko'rib olasiz yana. Xo'p, xuddi mana shu narsa. Tushundinglar? O'shaning uchun har bitta xatoni g'ijjalab tekshirish shart emas. Speakingda g'ijjalab tekshirilmaydi. Grammatika tekshiriladi, dictation tekshiriladi, testda g'ijjalab tekshiriladi. Mana listening qilayotganingizni, reading qilayotganingizni g'ijjalab, maydalab har bitta so'zlar, chunki bitta so'z qolib ketsa ham, ko'p narsa o'zgarib ketib qoladi. Lekin ingliz speakingda unaqa emas. Unaqa maydalab xatolarni tekshirish shart emas. Chunki nimaga bunaqa aytaman? Hozir men bitta ko'rdim. Men bitta xato yozibsiz, bir-birlarini xatolarni to'g'rilasiz. Farqi yo'q, nima farqi bor? Zato gapiryapman. Galishka, katta galishka nima? Chunki siz gapiryapsiz, chunki siz qilyapsiz. Mana shu narsa eng zo'r narsa. Unda belgisiz qo'llaniladi teacher ona tilida.
Biz bilan bitta. Hamma bilan og'zaki savol javob qilmayman, lekin gapirib turaman. Oranglardan 2-3 ta odamman, okay? So I'm going to travel around the world. Ya'ni o'sha aytayotganimdaki bilib turib xato qilsanglar it's okay, lekin bilmasdan turib xato qilmanglar. Yaxshilab oldin o'rganib olaylik, o'shani sразу qo'llasanglar xato qilmaysizlar. Mana hozir men misol uchun do you like traveling degan present simple mavzusi. Sen sayohat qilishni yoqtirasanmi? Savol har doim yoqtirasanmi? O'tgan zamonda yoqtirasanmi demayman, kelajakda yoqtirasanmi demayman, hozir yoqtirasanmi, har doim yoqtirib kelyapsanmi? Ha, men misol uchun 10 yildan beri 10 yil bo'ldi men travel yoqtirayotganim, sayohatni juda ham yaxshi ko'raman. Chunki har doim mana borsam, mazza qilaman, yangi joylarni ko'raman. Har doim menda shunaqa bo'ladi. Demak, bu mavzu present simple mavzu. Grammatika o'rganism sразу qo'llang. O'shanda hammasi zo'r bo'ladi. Okay, bu ketdi-da. Well, ketdik. Men просто ideya berish bo'yicha o'tib ketaveraman. Okay. Traveling is qanaqa? Sayohat qilishni, sayohat qilish zo'r-da deymiz. O'zbek tilida gaplarsiz, sekin-sekin ingliz tiliga ko'chaverasiz, o'shanda zo'r bo'ladi. Traveling is interesting, qiziqarli-da, zo'r-da, misol uchun. Relaxing, fun, kim uchun? For me. Traveling is interesting and relaxing for me. Misol uchun, xolis ikkita so'z ishlating, xolis bitta so'z ishlating. Hozir hammasini bitta qilib gapirasan. Men odatda sayohat qilaman kim bilan? Mana bizda speakingda bitta qoida bor. O'zi qoida yo'qda. Qoida yo'qligini o'zi bitta qoida. Ya'ni biz mana shu qoida bo'yicha, mana shu qonun bo'yicha gapirishing kerak degan narsa yo'q. Hamma xohlagan mavzusida xohlagancha gapiraveradi. Bu erkin mavzu. Xuddi bu maktabda rasm darsi bo'lardi-yu. Har doimgi mavzuyimiz men esimda bordi. Har doim mavzuyimiz erkin mavzu bo'lganda. Soat bugun nima mavzu? Bugun erkin mavzu dedilar. Bilmayman nimaga bunaqa bo'lgan. Hammamiz erkin mavzu o'tardik, xuddi shunaqada. Bu erkin mavzu. Speaking juda ham erkin mavzu. Xohlaganingcha mazza qilib gapirsanglar bo'ladi. Ichingizda dardinglarni to'kib so'zsanglar bo'ladi. Lekin emotsionalniy til hisoblanadi. Ingliz tili juda ham emotsional til. O'shaning uchun men o'zi qaysi tilni o'rgansangiz o'sha tilga kirishib ketasiz degani, men ham emotsionalman. Ya'ni gapirayotgan emotsiyalarim men bir xil payt shoshsam tezlashib ketib qolaman, jahlim chiqsa qo'polashib ketib qolaman. Bir xil emotsiyamni ko'rsatib gapiraman. Mana bu emotsiya bu like this, okay? So, masaf ketaverasiz, bo'ldi. Qancha zo'r ko'p emotsiyangizni ko'rsatib tursangiz, shuncha zo'r ketaveradi. So, ketdik. Traveling is interesting, relaxing. Kim uchun? For me, I usually travel with kim bilan? My family, my friends, my classmates. Men odatda sayohat qilaman kim bilan? Usually so'zini bilmasangiz, usually ya odatda. Okay, bilmasangiz vaqtgacha. I travel with them. I travel with mana qarang ko'rasiz. Aydan keyin travel ga subject verb. Hech narsa bu yerda yo'q deyapti. I travel with my friend, with my family like this. We like to take photos and try local food, new dishes. Try degan, yeb ko'rish, tatib ko'rish degan. Try it, попробовать qilib ko'rish. I like to take photos. Take photo degani, misol uchun rasmga olish. O'shani nima qilasizlar? So, bizlar nimani yoqtiramiz? Rasmga olish yaxshi ko'ramiz. Mana we like. Bu ham present simple, but we like subject verb. And try local food bo'lishi mumkin, new dishes mumkin. Yangi ovqatlar, yangi kultura, bu narsalarni qilib ko'rish. Okay, ketdik. Endi undan keyingisi. Давайте men bitta to'xtaylik. Men просто o'zimda miyamda bor narsani yozganman. Sizlar o'zingizlar miyanglarda bor narsani gapirasizlar. Hammada ideya har xil keladi, hammada har o'shaning uchun. My favorite place is qayerga borish yaxshi ko'raman. Misol uchun oilam bilan borish yaxshi ko'raman. Qayerga sayohat qilish yaxshi ko'raman. Xohlasanglar men buni tepaga qo'ysanglar bo'ladi gapirayotgan. My favorite place is Samarkand, Bukhara, Xiva bo'lishi mumkin. Yokida chet el bo'lishi mumkin, Dubai bo'lishi mumkin-da, Korea bo'lishi mumkin, China bo'lishi mumkin-da. Xohlaganingiz qo'yib ketaverasiz. Endi, hop, ketdimi? My favorite place deb nimaligini aytdingiz. Lekin nimaga? Because it's very beautiful. Juda chiroyli, full of history. Anaqa tarixga boy degan va full of history. Mana yerda so'zlarni ham qanaqa yodlashni o'rgatib ketaman, o'rtoqlar. Bitta o'q bilan bilmayman, 125 ta quyonni uramiz hozir. Full of history degani anaqa tarixiy joy, tarixga boy degan ma'noda kelyapti. Mana kontekstdan yodlab ketish kerak. Mana bitta tekst ichida ko'rib kelsangiz, qanaqa foydalanish kerakligini, qanaqa ishlatish kerakligini bilasiz. Siz prosta essential kitob degani Apple olma deb yodlaganingizni, prosta o'sha Apple bo'lib qolib ketib qoladi. Qaysi payt ishlatishni bilmaysiz. Men ham xuddi shunaqa. Mana history degan so'z bilasiz. Okay, full of history degan so'zni o'rgandingizda, qaysi payt ishlatishni bilmasangiz, просто mamtida qolib ketaveradi, ishlatilmagandan keyin esdan chiqib ketadi. Shuning uchun bir to'la ishlatib, kontekstni o'zidan yodlab ketsangiz, bu juda ham zo'r.
My favorite places Samarkand, Bukhara, Xiva bittasini olasiz because it's very beautiful, it's full of history and it's peaceful. Tinch joy degan misol. Siz nimani bilasiz? Bizda eng optimal so'z very beautiful da. Mana shu so'zni gapirasiz. Mana maksimum ba'zingizda bor so'zni foydalaning. Hech kim sizga uni demayapti. Sen bundoq gapirishing kerak, IELTSga gapirishing kerak, IELTS 7 da gapirishing kerak demayapti. Yo'q. Bor narsani lo'qi gapirish kerak bo'ldi. I love walking around and visiting old buildings there. Mana ham sal kompleks bo'lishi mumkin. B1 da bu darajasi misol uchun. Kim B1 bo'lsa bemalol ishlatsa bo'ladi, lekin agar xohlamasa ishlatmang. Agar foydalanolmaysiz, hozirgi darajasi uровеньingiz yetmayaptimi, ishlatmang, kerak emas. I usually travel qachon sayohatga chiqasiz? In summer, during holiday, once a year. Yozda chiqaman, kanikulda chiqaman yoki yilda bir marta chiqaman, unday aytib qo'ysangiz bo'ladi. And in the future I want to visit. Kelajakda qayerga borishni xohlaysiz? In the future I want to visit Turkey, Dubai, England, South Korea because I want to see how people live there and learn about their cultures. Kelajakda men borishni xohlayman qayerga? Turkiyaga, Dubayga, Angliyaga, Koreyaga. Chunki men ko'rishni xohlayman odamlar qanaqa yashayotganini, ularning kulturalarini o'rganishida. Вот, ketdik. Aytaylik, bizda mana shu narsa bor. Xo'p, Hop. Ketdik. Tushunarli bo'ldimi? Tushunarlimi? Endi anaqa qilsanglar, hozir sizga gapirtiraman. Tushunarlimi? Speaking. Misol uchun bitta travel mavzusiga qanchalik qanaqa gapirish mumkin. Mana shu narsani bilib olsanglar bo'ldi. And now we'll move to practice. Bitta yozganlarni ko'rib olaylik, keyin sekin practice o'tib ketamiz. Yes, very nice. Ketdik, yaxshi. Yes, of course. So others. Keyin shularni tashlab bering. Tashlab qo'ying, xo'p, okey, zo'r tushuntiradi. Molimiz ham ancha tushundim. Polimiz ham ancha tushundimda. Asosiysi mohiyat tushunmasangiz bo'ldi. Ketdik, zo'r. Hop, hozir bir minut. Endi nima qilamiz? Endi mana shularni gapiramiz. Qanaqa gapiramiz? De olamiz. Kichkina bo'lib ketarmikan judayam? O'zgarayman. Kichkina chopik, yes. Shuni olib, buni hozir bu yoqqa tashlaymiz. You need to speak then. Hop. Давайте mana shablon bo'yicha hamma bu yoqda yozadi, gapirishni xohlasa o'zinikini yozsin, agar xohlasa bu yoqdan o'zidan qilib yozsin. То есть, bu yoqdagini yozsangiz, bu yoqdagini gapirsangiz ham bo'laveradi. Xohlasangiz anaqa qiling. O'zingiz bilganingiz, okay, agarda beginner yoki darajasi hali oddiyroq bo'ladigan bo'lsa, okay, mana shu shablon bo'yicha gapiring, mana shuni o'zi ham ancha narsani o'rganasiz. Okay, mana buni olib tashlaymiz dedik, osonlashtiramiz, bo'ldi dedik. So, my parents love walking around. Mana nima olib tashlaymiz deb ketdik. Sizlarga olganim tashlamayman lekin. So, ketdik. Okay. Hop, kim gapiradi endi? Mana shu shablon bo'yicha menga gapirib berasizlar. Mana men bittaga qanaqa gapirasizmi? Yes, I like to, when I travel I see. Mana bu qavs ichidagi narsalar bor, o'zingizga xohlagan variant topib gapirib ketaverasizlar. Qancha ko'p gapirsa, qolganlar qanaqa gapiradi? Chunki bu yoqda misol uchun 162 misol o'tirganda hammamiz gapirib turolmayman. Qolganlar nima qiladi? Yozganini yokida bundoq qarab o'qib, ovozingizni chiqazib o'qing. O'shanda yaxshi esingizda qoladi. Nimaga? Chunki men og'iz artikulatsiyasi bor, qancha ko'p ishlasa, qancha ko'p ingliz tilida gapirsa, shuncha ko'p ham og'izdagi hujayralar o'sha so'zlarni eslab qoladi, keyin silliq chiqib ketadi. Bir xil payt bilasam, oddiy so'zlarga pronounce qilish, ya'ni talaffuz qilishga qiynalib qolasizlar. Nimaga qiynalasiz? Chunki u sizga notanishda 5-6 marta takrorlaganingizdan keyin уже bu og'izga artikulatsiya hamma narsaga u so'z tanish bo'ladi, sillu srazim chiqib ketadi. Misol uchun kimdir meni reelsimni ko'rgan bo'lsa, ingliz tilidagi eng zo'r so'z, ingliz tilidagi eng uzun so'z, mana shularni anaqa qilganman-da. Boshida o'sha so'zni eshitsam, menda ham qiyinchilik bo'lganda, misol uchun aytaylik, nargisi bor, supercalifragilistic
dishes. Mana, aytilishidan o'zinglar yozsanglar qiyinda, u ham 30 nechtadir so'z. Lekin practice qilgan saringiz shuncha o'sha so'z tilga o'rnashib qoladi, mana oson chiqadi. Supercalifragilisticexpialidocious. Oson. Tushundingiz-a? Sizda ham xuddi shunaqa. Qancha ko'p mashq qilasiz, o'shanda chiqadi. Xo'p, men hozir mana bu aytayotganimga mikrofon bosinglar deb aytasizlar, keyin qolganlar o'zi og'zaki qilsin, mana aytsin, o'ziga o'zi gapirib bersin. Sizlarga partnyor ham kerak emas, o'rtoqlar, ishoninglar. Hech qanaqa partnyor bir narsa nimadir kerak emas. O'zinglar cho'tki gapirib keta olasizlar. Okay. So, bitta mikrofon yoqaversangiz tepaga chiqasizlar, keyin men anaqa qilaman, mikrofonni yoqaman, keyin gapirasizlar. Ketdi, kim gapirish xohlaydi? Okay, Sevinch birinchi bosibdilar, yo'g'ida Sevinchga menga birinchi keldi. Okay, Sevinchxon Muhammad Odil qizi, sorry. You can speak, gapirsiz bo'ladi. Hi, hello. Hello, assalomu alaykum, teacher. Va alaykum assalom, somsiz? Yaxshi, rahmat. Okay, are you ready? Yes, ready. Ketdik, boshladik. Gapiring. Men bu bo'yicha qarab gapirib ketavering. Okay, the question is about, do you like traveling and why? Yes, I do. I truly like traveling because it is enjoyable, and when I travel, I can see beautiful places, historical buildings, and meet new people or friendly locals. Traveling is interesting and relaxing for me because I usually travel with my family, and we like to take photos and try new dishes. My favorite place is South Korea because it is very beautiful and peaceful city. I usually travel in summer, and in the future I want to visit England because I want to see how people live there and learn about their culture. Very nice. Zo'r. Qiyinmikan? Yeah. Osonda. Thank you so much, man. Qanaqa gapirishni prosta bilib olish kerak, oson. Okay, yana bitta mikrofon bosib oringlar, ko'tarilasizlar. Men bu yoqdagilar ham yozaveringlar, men bu yoqdagini ham o'qiyman hozir. Hammani gapirtirish iloji yo'q, and that's why you can just speak. Bilgan narsangizni gapirsangiz yoki desiz bo'ladi. Okay, so yozinglar, yo'q, gapirish emas, yozinglar. Qattan hammani nima qilaman. Ketdik. So others, bitta mikrofon bosib oringlar, ko'taringlar. Qolganlar men bitta iltimos yozaveringlar, cuz I'll check it. Hammanikini o'qib tekshiraman. So ketdik. So, Yes, I do. I like traveling. Молодец. Yes. Men bittagini o'qirkan, cho't yozmayapsizlar. Yes, I do. Men bitta yozganlarni keyin qarayapman. Yes, I do. I like traveling because it helps me learn new thing, and I'm a big fan of traveling. Very nice, also very cool. So, yana kim? Yes, I do. I like traveling because I see beautiful cities. Yes, Afroz, молодец. Yana nima? Da, eshitilyapti, men ovozim hammaga gapirmayman. Okay. So others, I'm not saying your answers because I like all buildings, and of course new places too. Молодец, Azam, very nice, very cool. Yes, very nice. Zo'r. Молодец. Qolganlar qani? I'm waiting, you guys. Mana hammani ko'ngli qolish kerak emas-da. Hammaga maksimum yoqolmayman, to'g'ri, lekin I'll try to read all the answers. Hamma answerlarni o'qishga, anaqa qilishga harakat qilaman, okay? That's why qolganlar bo'linglar. Men o'qimayman, reaksiya beraman, misol uchun. Bu zo'r degan. Agar mana shu kimni noto'g'ri yoki mana bunaqa gapirsiz bo'ladi degan narsa qo'shib korreksiya qilishi mumkin. Yes. Let's start. Tez yoztashing. Okay. I like traveling because it improves the mind of the person who travels to meet new people, to learn many new things. Okay, yaxshi, men buni kerak emas, misol uchun, it improves the mind of a person who travels. Bunaqa narsa kerak emas. Oddiy gapiring, tilingizda oddiy yo'qki chiqadigan gaplarni gapiring.
ya'ni u kompleks ham kerak emas-da, chunki siz gapirganingizda odamlar tushunishi kerak. Mana bizlar IELTSga tayyorlanamiz-ku, IELTSda gapiradigan strukturamiz boshqa, narsamiz boshqada, hayotda gapiradigan gaplarimiz ham boshqa narsa bo'ladi o'zi. Misol uchun mana chet ellik aytaylik, siz IELTSda zo'r, siz hamma narsani yorib o'rgansiz, cho'tkisiz, lekin bitta chet ellik odam keldi, aytaylik u ingliz emas, chunki faqat inglizlar bilan gaplashmaysiz, lekin ingliz tili to'g'ri, любой odam bilan dunyoning turli burchaklarida har xil odam bilan har xil tilda gaplashasiz, shulardan bittasi shunaqa til bo'ladi. Syomkasi qanaqa bo'ladi unda? Ana odamchi sizni qiyin gapingiz tushunmasa o'tiradi. Nima deyapsan deydi. Da? Misol uchun I want demaysiz, I desire deyishingiz mumkin-da. I desire bla bla desa, desire degani nima degansiz? Bundoq qarab turasiz, I want degani deysiz. Mana o'shaning uchun eng oson tilda gapirish kerak, chunki hamma tushunishi kerak sizni. Hamma tushun. Hozir ham aytdim, siz ekzamen topshirasiz, boshqa narsa qilasiz, yo'q, biz general speaking ko'taryapmiz. Qanaqa gapirish kerakligini, odamlar bilan qanaqa gapirish kerak, ko'chaga chiqqanda, sayohatga chiqqanda qanaqa gapirish kerakligini prям o'rganyapmiz hozir. Xuddi o'sha narsani o'rganayotganimiz uchun, yeah, that's why I can boz men shundaylar qanaqaligini kompleks gapirishinglar, o'zinglarni stressga solishinglar, voy menda xunuvchi qotdi yozganim, voy men yangi so'z ishlatolmayman, voy men qiyin struktura ishlatolmayman, kerak emas. We don't need like this structure, we don't like this complex things. Mazza qilib ingliz tilini o'rganinglar, mazza qilib o'rganish mumkin, tez o'rganish mumkin, oson o'rganish mumkin. Просто yo'lini bilsanglar, просто metodikani to'g'rilab kerak bo'ldi. I like to travel because I want to try different kind of food. Maliki Bono, very nice, very cool. So the largest Emirates of the world is Dubai. Yeah, I like traveling because it helps me to learn new things, cultures, and people. When I travel, I feel happy and relaxed. Traveling also gives me the experience and beautiful memories. Zo'r, very good. Xo'p, mana men qanaqa o'qiyman, xuddi shunaqa qilib o'qib, o'zingizga 5-6 marta gapiring. Okay, mikrofon yoqinglar. Kim gapirmoqchi, shuni mikrofon yoqib yuboringlar. Menga ko'rinmaydi-da, hozir yoqmasanglar. Men ko'ringan odamni qilaman, that's why xafa bo'lish yo'q. Mikrofon yoqib yuborsanglar. Ko'rinmayapti. Menga yoqqaninglar. Bilaman, ko'pchilik yoqayotgan. Hammani karam kut. Mana yashil bo'lib, prem ana chiqadi-da, ko'p bo'lib tepaga. Tepaga chiqmayapti. I don't know why, guys. Okay, Gulirano Saidova gapiradilar. Hi, miss. Hello. Hello. Gulirana, you're audible now. You can speak. Saidova, Gulirana Saidova. Okay, I guess she doesn't want to speak. Hop, Sarvinoz Burkhanovna. Hi, miss. Just a minute. Hi, miss. Hello. Sarvinoz Burkhanovna, you're audible now. You can speak. Hello. Gapirmaslik o'tolgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gapirib mikrofon o'chirilgan ekanda, shuning uchun gapim bormay qolgan. Hazam berilib ketib qoldi shekilli. Okay, ketdik. Okay, I'll give you a question first. Do you like traveling and why? Yes, I do. I like traveling because it is enjoyable. When I travel, I see beautiful places and meet new people. Traveling is interesting for me. I usually travel with my family. We like to take photos and try local food. My favorite place is Samarkand. Very beautiful. I usually travel in summer. In the future, I want to visit Turkey because I want to see how people live there and learn about their culture. Internet ozgina yomon bo'lganga anaqa eshitdi, lekin yaxshi. Xo'p, shoshmasdan gapiring. Sarvinoz hammasi joyida. Lekin nima dedi?
qaysi bitta so'z esimdan chiqib qoldi. Unaqa sal noto'g'ri pronounce ketib qoldi. Lekin umuman olganda yaxshi. Mana shunaqa 3-4 marta takrorlaysiz, уже ancha tilingiz kelib qoladi, silliq chiqib ketadi, smooth chiqishni boshlaydi, okay? Zo'r. Xo'p. Endi bitta boladan gapirsam, hozir mana ikkita qiz gapirdilar. Xo'p, boladan kim gapirmoqchi? Boladan kim gapirmoqchi? Bizda bor edi hozircha ismini. Xo'p, Mirzamurod. Okay. Now you are audible now. Hi, Mr. Hello. Hello. Okay, men bu yerdagi nuqtaman ular yoqlangacha. Hi. Yes, I do. I like traveling because it's enjoyable. When I travel, I see beautiful places, different cities, historical buildings, and I meet new people. Traveling is interesting and relaxing, fun for me. I usually travel with my family or my friends. I like to take photos and try to local food. 19 yoshli qizni o'g'irlab ketishdi. My Uni qidirib yuribman. Chinor Santimi. Televizor o'chirib tursalar bo'lardi, biz anaqa ham eshitib olamiz orqadan. Kimdir U tufayli sorry. My fourth place is Samarkand, Bukhara, and other places, etc. I like travel to islands. Because it is a very fresh air. It has fresh air and beautiful palms, trees, and forest overall. I said. I usually travel in spring, end of spring. 1 year. That's all. Thank you so much, Mr. Thank you. Internetingiz uncha yaxshi emas, anaqaga men xira eshitildi, g'alatiroq eshitildi, lekin o'zingizni qiynamasdan gapiravering, because I'm just saying that you speak a bit hard, because you are just trying to use different words, and some words, that pronunciation of some words is somehow difficult for you. I guess that's why. The first rule is about what? You need to try to speak very free. Okay, guys, you need to enjoy the process. When you speak, you need to like that. You need to love that language, and after that, you just start to speak. Birinchi navbatda tilni yaxshi ko'rish kerak. Mana misol uchun men qanaqa gapiraman ingliz tilida? Men просто mazza qilib gapiraman. Tipa qo'pol qilib ayting, kayfiga gapirish. Nima san? Men mazza qilib, kayf qilaman gapirsam. When I speak in English, I really love that language. That's why I'm also a talkative girl. I like to speak more, but unfortunately in Uzbek, my friends that don't like to listen to me, and that's why I try to speak more. I try to speak in English more. And it helps me to take other people's attraction or attention, we can say, yeah, like this. Masalan, o'ziga lo'q bo'lgan narsalarni gapirib ketaverish kerak. Xo'p, o'rtoqlar, bu anaqa emas. Kimdir mana o'qish emas bu. Mana birinchi gapirmoqchi bo'lgan narsangiz yozib olasiz doimo. Variantlari bilan men sizdan keyin mana shu tamni yozib oling. Chunki hech qanaqasiga endi boshlanayotgan odam sразу og'zidan chiqib gapirib keta olmaydi. Yo'q, 5-6 minut o'qiydi, tayyorlanadi, keyin gapiradi. Baribir qaysidir ma'noda bu ham ancha-muncha mehnat hisoblanadi. So guys, I guess that you understand how to speak, you know, have to do. Menimcha bugungi dars ancha tushunarli bo'ldi-da. Bugungi dars yoqdimi, qanaqa bo'ldi? Feedback bersanglar men juda xursand bo'lardim. What do you like the most? Nimani yoqtirdinglar eng zo'ri? Bunaqa narsalarni juda ham ko'p o'rgataman. Hosilida bundan keyin zo'r yangilik aytaman. Qo'rqmanglar, pulli emas, tepa-tegi yangilik aytaman. Yeah. What did you learn today? Bugun nimani o'rgandinglar?
And what is your feedback? It's really interesting for me because we just learned that this language more than an hour. Bir soatdan oshirib dars qilamiz. Endi nimalarni o'rgandinglar? Nima sizlarga yangilik bo'ldi? And nimadan mazza qildinglar? Yeah, which one do you like the most? And what did you learn? New things. What kind of new things did you learn? Qanaqa yangi narsa o'rgandingiz? Yeah, yana dars qilamiz. Why not? Okay, nimalarni o'rgandinglar, guys? That only narsa kerak emas, o'yinga narsalarni aytinglar, please. So, okay, you have time a lot of. Man, o'rtoqlar, menga gapirganinglar sizlarga galchka emas. O'zinglar gapirganinglar, o'zinglar o'rganganinglar muhimda. Men bir marta eshitishim mumkin. Okay deyman. Yes, good, zo'r deb qo'yaman. Zo'r deyishim mumkin. Bu yaxshi. Lekin siz davomiy gapirishingiz kerak-ku. Bir marta menga gapirib bersangiz, bu zo'r o'rganib qoldingiz degani emas-da. Yes, guys, o'zinglarga gapirganinglar, men o'tirib gapirayotganinglarni qilayotganinglar, o'shani o'zi katta narsa-da. It's impossible to speak. Bu yerda hammaning gapirishi bo'lib qoldi tilim. Gapirtirishi o'zi impossible-da. Ancha xatolarim bor ekan, shuni to'g'rilashga harakat qilaman. Sizlarsiz umuman zerikmadik, juda ajoyib bo'ldi. Thank you so much. Thank you. Menga qanday maqtovlar yaxshi gapirsa. 4 yillik darsni bittada tushuntirsa, onanib ketay. Zo'r. Okay. Yana nima bo'ldi? O'rgangan narsalarni gapirishga qo'rqmaslik kerak va oddiy sizlarga bilan gapirishga harakat qilish kerak. Yes. Endi aniq mo'jizalar ketyapman. Pulli darslar ham bunchalik ma'noli o'tilmaydi teacher, albatta. Guys, hammasi sizlar uchun. I'm very content because I speak in a live stream. Very nice. Very cool. Gapirasizlar, aytayapman-ku, it's impossible to speak. Hammani gapirishi bu imkonsiz, lekin ana hozir turib mashta gapirgan odam bo'lsa, imminda menga gapirgan bo'lishyapmiz. O'zi mashta gapirishi og'zingizni ochib qimirlatish boshladingiz, tushunish boshladingiz. Misol oddiy Persian simple aniq qiyin qilib o'tib bermadim, bunaqa qilmadim. Просто men og'zak bunaqa mohiyatini tushuntirib berdim. Birinchi qanaqa qilish? Mana qarang, bugun nimalarni o'tib berdim sizlarga. Birinchi ingliz tilida o'zini nima uchun xato qilayotganingiz, o'sha sababini tushuntirib berdim. Nimalarga xato qilishingizni, nima uchun xato qilishingizni, nima uchun o'rganishingiz kerakligini, qanaqa maqsadda o'rganish kerakligini tushuntirdim-da. Undan keyin mavzuga o'tdim. Bitta grammatika mavzu o'tdim. Grammatikani so'z bilan ikki og'iz gapda tushuntirdim. Mana hech narsa yozmadim, tizmadim-da. Misol uchun formulasi bunaqa bo'ladi deb tushuntirib, mohiyatini tushuntirib bo'ldi. Keyin uchun nima bo'ldi? Practice qildik. Speakingni gapirishni o'rgandik. Speakingni gapirish uchun bizga bitta mavzu yetadi. Mavzuda adashib ketmaslik uchun nima qilish kerak? O'rgangan mavzuni sразу ishlatish kerak. Uni qanaqa qilib ishlatamiz deydigan bo'lsangiz, bu prямо anaqa qilasiz bo'ldi. O'sha ishlatgan mavzungizga bitta gap tuzib olasiz, kichkina tekst tuzib olasiz misol uchun-da. O'shandan keyin sразу sekin ishlatib ketaverasiz. Yana zo'r narsa o'tib ketdi-da. Angliyada nimadir o'tdilar. Yo'q, azam faqat so'z boyligini zo'r emas, sekin chiqadi. Qarang, bittada zo'r va prof bo'lib ketish, yeah, it's impossible. Bitta darsda prof bo'lib ketmaydi hech kim. Keyin bitta narsa bor, dars o'tish bilan dars o'tish farqi bor. Agar yaxshi zo'r prof ustoz o'qisangiz, bemalol 1 oyda, 2 oyda rezultat ko'rasiz. Misol uchun men o'quvchi 0 dan boshlasa, B1 pre-intermediate darajada chiqadi 2 oyda speakingda shunaqa bo'lib chiqadi. Va ham grammatikani o'rgataman, ham so'z boyligini o'rgataman, ham bunaqani ham speaking o'rgataman. Section listening oshadi, reading beraman va isfarman. 4 ta section bo'yicha aytaylik, 2 oyda pre-intermediate bo'lib chiqadi. Nimaga? Chunki o'sha metodika kerak bo'ldi. Bitta zo'r bo'lib keta olmaysiz. Lekin harakat qilsangiz, it's impossible in 2 or 3 months. Hammada 2 oyda chiqadi deyolmayman. Kimdadir 3 oyda, kimdadir 4 oyda, hammani olishiga qarab. Mana o'qish usulimiz juda ham yoqdi. Angliyada ham o'qituvchilar xuddi sizdek o'qishadi, juda yengil. Thank you so much. Chunki o'zim ham bunaqada o'qiganman. Bilimni yaxshilash uchun men ham o'qigan, magistraturada Websterda o'qiganman. Amerika universitetida чтобы yangicha narsalarni o'rganish uchun eng muhimi tilni lehko o'rgatish kerak, oson o'rgatish kerak, o'quvchi zerikib qolish kerak emas. Mana 1,5 soat qanaqa o'tganini bilmay qoldik do'stlarga. Xuddi shunaqa bo'lish kerak, и всё. So guys, bundan zo'r mavzularni tushuntirib beraman. It's easy one and I'm just planning to do a lesson. It's another week news for you. I'm just planning to do that free lesson in 3 days. 3 kunlik ochiq dars qilishni mo'ljal qilyapman, xudo xolasa. Sanalarni aytib qo'yaman. Mana shu kanalda qolsanglar, 28-chi, 29-chi, 30-chi oktyabr kunlari
3 kunlik ochiq, 3 kunlik bepul ochiq dars qilyapman. 28, 29, 30 oktyabr kunlari 3 kunlik bepul ochiq dars qilyapman. Xuddi mana shunaqa, bundan ham zo'rroq, bundan ham yaxshiroq o'tib beraman. Ya'ni bu yerda unda ozgina qiyinroq mavzularni olib chiqaman, chunki bu yerda mana 1,5 soat o'tib keyin dars boshlashim kerak. Mana bundan ham qiyinroq, bundan ham zo'rroq mavzularni просто 1,5 soatda emas, 3 soat, по-моему, harakat qilsak kerak, 2 soat mana shunaqa tushuntirib beraman. And I hope that you will attend that lesson. Bu darsga qatnashish mutlaqo bepul, bemalol qatnashsanglar bo'ladi. O'shaning uchun aytaman, kanaldan chiqib ketmasanglar, sizlarga shu payt kanal linkini beraman. Kirasizlar, mazza qilib o'tirib, 3 kun zo'r narsalar olib ketsanglar bo'ladi. Tepa-tekin dars, sizlardan nima ketdi, o'tirib mazza qilib o'rganib olaman. 3 yilda, 4 yilda o'rganmagan narsalarni bittada o'rganib ketasizlar, bo'ldi. Oh, Malika onadan zo'r ketdilar. 3 yildan beri kursga borsamda bunaqa pozitiv kayfiyatda o'qimagan ekandim. Zerikarli bo'lar doim. Menda o'qimagansiz-da. Darslar qaysi kunlar bo'ladi? Ana aytdim-ku, 28, 29, 30 oktyabr kunlari 3 kunlik ochiq dars bo'ladi. Mana shu kanalda qolinglar, sizlarga link beriladi. Kirasizlar, bemalol xattasizlar bo'ladi. O'rtoqlaringlarni ham chaqirsanglar bo'ladi. Hamma darslar uchun sizlarga qiymatli bo'lsa bo'ldi. Xo'p, kurs ochilishini kutayotganlar, kurs o'qimoqchi bo'lganlar ozgina sabr qilib turasizlar. Ozgina qoldi, xudo xolasa 10-dan keyin уже sekin anaqa beraman. Kim o'qimoqchi bo'lsa ta yozib tashlanglar bo'ladi. Ungacha pullarni tayyorlab tursanglar bo'ladi. Narsani qo'ymanglar, ishlatib qo'ymanglar. Bo'lar ekan, qiynamay tushuntirsa. Miyani bardek qilmasdan shaxlot ichib bo'ladi-da. Why not? So guys, that's all for today. I know that I also don't want to finish it. Men ham tugatishni xohlamayman, but it's time. It's already high time to finish today's lesson. Lekin bugungi darsimizni tugatishimizga to'g'ri keladi. Hammaga kattakon rahmat qatnashganlarga. O'sha aytganimdek 28, 29, 30 oktyabr kunlari dars bo'ladi. O'shanga link beraman. Bugun menimcha men missiyamni bajardim. Men sizlarga aytgandim, o'ta speakingni o'tib beraman dars degandim. If we did a lesson, keyin bitta odam bizga keldi. 1000 ta odam yig'ib dars o'tmasangiz nima bo'ladi deb. Keyin kuldim, sizdan hech narsa ketmayapti, pul to'laganingiz yo'q deb. Yes. Shunaqa narsa. Yes, I'll send a video. Videolarni yuborib qo'yaman hamma narsasini. Shu kirganlar armonda, kirmaganlar darmonda qoldi bugungi darsga. Thank you so much guys for today's lesson. I really love you and see you soon. Yana ko'rishamiz. Charchamanglar. Bye bye.